Husumat. Husumat bahsu jadaldan chuqurroq illatdir. Bahsu jadal taqirlash va o'zini ustunligini namoyon etish maqsadida o'zganing gapidan nuqson topishdan iborat. Husumat mol yoki ko'zlangan haqni to'liq qo'lga kiritish maqsadidagi jadalli tortishuv nizo. Husumat to'g'ridan to'g'ri yoki e'tiroz shaklida yuzaga chiqadi. Bahsu jadal esa oldin aytilgan gapga e'tiroz shaklida namoyon bo'ladi. Oysha roziyallohu anhu Rasul Akramning shunday deganlarini aytadi. Odamlar ichida Allohning nafratiga eng loyiq kimsa ashaddiy husumatchi kishidir. Buxoriy rivoyati. Abu Hurayra aytadi, payg'ambar alayhissalom shunday deydi: kim gap nimada ekanini anglamasdan husumatga kirishsa, to undan sug'urib chiqquncha Alloh g'azabi ostida bo'ladi. Ibn Abu Dunyo rivoyati. Ba'zilar aytadi, husumat saqlan, chunki u dinni g'orat qiladi. Ibn Qutaba deydi, bir Ibn Abdulloh Ibn Abu Bakr yonimdan o'tayotib menga nega bu yerda o'tiribsan dedi. Jiyanim bilan o'rtamizdagi husumat tufayli dedim. Otang menga yaxshilik qilgan edi, shuni senga qaytarishni xohlayapman. Allohga qasamki, dinni ketkizishda, muruvvatni o'ldirishda, lazzatni ziyo qilib, qalbni band etishda husumatdan ashaddiyroq narsani ko'rmadim, dedi Bishr ibn Abdulloh. Ketmoqchi bo'lib endi o'rnimdan turgan edim, husumatlashayotgan raqibim nima bo'ldi dedi. Sen bilan tortishmayman dedim. Haq ekanini bilganing uchunmi? Dedi u ajablanib. Yo'q, qadrim bunday tortishuvlardan balandroq bo'lgani uchun dedim. Men ham sendan o'zingniki bo'lgan narsani so'ramayman, dedi u. Sen haqsan degan ma'noda. Savol tug'iladi. Inson o'z haqqini talab qilish maqsadida husumatlashishi durustmi yoki zulmga toqat qilib yuraveradimi? Buning hukmi qanday? Bu husumat ham qaraladimi? Bilgin, bu o'rinda tortishilayotgan masalalarni mohiyatidan bexabar holda botil tarafida turib nizoga kirishgan odam qoralanyapti. Xuddi haq qaysi tomonda ekanini to'la bilmasdan nohaq tomonga yon bosib husumatga aralashayotgan qozining vakilidek. Bilgin, yana shunday kishi qoralanyaptiki, u haqqini talab etishda haqdan oshgan, ortiqcha so'zni ko'paytirib husumatni chuqurlashtiryapti. Maqsadi hukm farmonlik va aziyat yetkazish xolos. Bilgin, shunday kishi qoralanyaptiki, u dalilini kuchaytirish uchun dilni og'rituvchi so'zlar bilan husumatga aralashadi. Holbuki haqligini isbotlash uchun bunday so'zlarga hojat yo'q edi. Bilgin, bu o'rinda raqibini mag'lub qilish uchun jadallik bilan husumatlashayotgan kishi qoralanyapti. U husumatlashib undirib olgan molni arzimas sanaydi, kamsitadi va shu yo'l bilan birga go'yo raqibini sindiradi. Hatto ochiq oydin shunday deydiganlar ham topiladi. Yagona maqsadim unga qarshi turish, uning sha'nini yerga urish. Hechqisi yo'q, molni olishim bilan uni quduqqa otaman. Bu gaplar husumat va qaysarlikdan boshqa narsa emas. Ammo qaysarliklar va aziyat berishni maqsad qiladigan holda
nizo va ortiqcha gap so'zlarsiz shariat doirasida o'zini dalil hujjatini keltirayotgan mazlumni bu ishi harom emas. Chunki shu vaziyatda ham qaniydi agar imkon bo'lsa husumatni tark etsa, nizoga bormasa, chunki husumatlashayotgan paytda tilni chegarada ushlab turish qiyin. Husumat ko'krakni nafasga to'ldirib g'azabni qo'zg'aydi. G'azab ko'chasi nimada haqda tortishilayotgani unutiladi. O'rtada kek adovat paydo bo'ladi. Hatto ish shu darajaga yetadiki, birovning quvonchidan boshqasiga g'amga botadi, tashvishidan shodlanadi. Husumatni boshlagan odam albatta mana shu kulfatlarga yo'liqadi. Eng kamida hayoli buziladi. Hatto namozida ham raqibining dalillarini taftish etish bilan band bo'ladi. Ish to'la izdan chiqadi. Bahsu jadal, husumat barcha yomonliklarning boshidir. Shunday ekan hech iloji qolmaganidagina tortishuv eshigi ochiladi. Shunda ham tilni va qalbni husumat ergashib ketishdan saqlash sharti bilan, lekin bu juda mushkul. Qachonki kishi belgilangan chegaradan chiqmasdan tortishsa, o'zini gunohdan omon saqlagan bo'ladi va bu tortishuv qoralanmaydi. Illo husumatlashayotgan kishi tortishilayotgan masalani nizosiz hal qilish imkoniga ega bo'lsa, husumatdan kechgani, gunohdan saqlangani avvalroq. Husumat va bahs jadalda kam deganda yaxshi so'z va undan yetadigan savob beriladi. Yaxshi so'zning eng quyi darajasi ma'qullanayotganligini bildirish, so'zlarning eng xunuk esa birovni nodonlik va yolg'onlikda ayblab uni gapiga e'tiroz bildirishdir. Payg'ambar alayhissalom dedilar: yaxshi so'z va taom yedirish sizlarga jannat imkonini beradi. Alloh taolo deydi: kishilarga chiroyli so'zlar so'zlangiz. Baqara 83. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: Alloh yaratgan kishi senga salom bergan ekan, albatta alik ol, garchi u majusiy bo'lsa ham. Chunki Alloh taolo deydi: qachon sizlarga biron ibora bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olinglar yoki o'sha iborani qaytaringlar. Niso surasi 86. Ibn Abbos yana aytadi: agar Firavun menga bir yaxshilikni gapirsa, albatta men ham yaxshilik bilan javob beraman. Annas Rasululloh shunday deganlarini rivoyat qiladi. Jannatdan tashqarisida, ichidan tashqarisida ko'rinib turadigan shaffof xonalar bor. Alloh taolo u xonalarni taom yediradilar. Muloyim so'zlaydigan bandalarni uchun hozirlab qo'ygandir. Payg'ambar alayhissalom dedilar: yaxshi so'z sadaqadir. Yana shunday dedilar: garchi yarimta xurmo bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlaning. Agar topolmasangiz bitta yaxshi so'z bilan. Donishmandlardan biri deydi: muloyim so'z a'zolarga o'rnashib qolgan kek adovatni yuvadi. Toki Rabbingiz g'azabini keltiradigan suhbatdoshingizni xafa qilmaydigan so'zing bor ekan, uni qo'zg'ama.
balki shu so'zi evaziga muhsinlar savobiga sazovor bo'larsan, dedi donishmandlardan yana biri. Bularning barchasi yaxshi so'zning vazli haqida aytgan hikmatlar. Yaxshi so'z husumatga, bahs jadalga ziddir. Yomon so'z esa qalbni